Hammaga salom. Bugun suhbatimiz biroz motivatsionli bo'ladi. Chunki bugungi mehmonimiz IIUMdagi eng a'lochi o'zbek talabalaridan biri Tohir. U 3,5 GPA bilan grant egasi. Ilmga jiddiy yondashadigan, lekin juda sokin va samimiy yigit. Tohir, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat Tohir. O'zingizni qisqacha tanishtirsangiz. Hop, sizga qarab gapiravering. Ha. Hop, ismim Tohir Mirzo, taxallusim Tohir Mirzo. Tohirjon Mirzaqulov. Hop, Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidan. Men Sodiq School degan xususiy maktabda 10-11 sinf o'qiganman va mana IIUMda 2-yilimni boshladim hozir. 2-kursman. Adashmasam hozir grantda o'qiysiz, to'g'rimi? Grant yutib oldingiz. Ana shunday 50%. Shu grant yutish uchun birinchi o'rinda nimalar kerak? Adashmasam, IIUMga kirgan talabalar birdaniga hammasiga grant bermaydi. Qanchadir muddat o'qiganingizdan keyin GPA bahongizga qarab grant ajratadi. Shu haqida qisqacha gapirib bering. Birinchi universitet o'zi birinchi yillarga, ya'ni birinchi kurslarga umuman grant ajratmaydi. Nega desa, ular ko'rish kerak, bir yil qanaqa o'qiysiz, natijalaringiz qanaqa, ular talabiga javob berasizmi, ko'riladi. GPA'ni umumiy GPA 4 bo'lsa, 3 dan oshira olsangiz bir yil davomida keyin sizga grant ajratish mumkin, shu baholaringizga qarab. Menimcha shu universitet birinchi yil grant ajratmaydi. Nega desa, haqiqatan bolani avval ko'rishadi, keyin baholariga qarab grant ajratadi. Ya'ni birinchi yil kelgandan bermaydi, ikkinchi kursdan boshlab. Bu Malayziyaning ham universitetida shunaqami yoki boshqa universitetlarda O'zbekistondagi kabi kelgandan grant yutib olish mumkinmi birdaniga? Xo'p, ayrim xususiy universitetlarda unaqa emas. Ayrim xususiy universitetlar foundation uchun alohida grant ajratadi. Oldin aytib o'taman, hozir Malayziyada biz Malayziyaga kelishimiz bilan 11-sinf bitirib keldim va to'g'ridan-to'g'ri bakalavriyaga kirdim. IELTS bor edi. Bu yerda ingliz tili kursidan sertifikat, ya'ni testdan o'tish kerak. IELTS bilan u testdan yopilib ketiladi. Ya'ni ozod bo'ladi imtihondan. Xo'p, hozir keladiganlar IIUMga kelsa, foundationga kiradi to'g'ridan-to'g'ri. Nega desa, hozir sistema o'zgargan. Ya'ni O'zbekistonning 11 yillik ta'lim tizimini IIUM qabul qilmaydi. Va xuddi shunday Malayziyaning ko'p universitetlari ham qabul qilmaydi. Aynan davlat universitetlari va Malayziyaning o'zining universitetlari. Misol uchun, Xiamen degan universitet bor, AQ degan universitetlar bor. Ular xususiy va chet el universitetlari bo'lgani uchun ular grant ajratishi mumkin baholaringizga va shu natijalaringizga qarab. Grant yutib olish uchun eng muhim narsa qaysi biri bo'lingiz? Vaqt, tartib yoki motivatsiya? Tartib. Grant yutib olgan paytingiz, ya'ni sizga grant berganini eshitgan vaqtingiz qanaqa emotsiya bo'ldi? Sizda qanaqa hissiyot bo'ldi? Yo'q. O'zi kutganmidingiz grant bo'lishini yoki bilmaganmidingiz? Kutganimdan kam bo'ldi. Men GPA'm hozir talabga javob bermaydi o'zimga. Ya'ni o'zim qoniqmayman GPA'mdan. 3,5, chunki birinchi semestrda ham 3,5 chiqdi, ikkinchi semestrda ham 3,5 chiqdi. Ikkinchi semestrda 308 qilmoqchi edim, chunki 308 qiladigan bo'lsangiz, siz hamma xarajatlarni olib berishadi. Oylik stipendiya berishadi, yashash, hamma narsasini qoplab beradi universitet. O'zini academic excellence degan scholarship bor. Aynan shu edi maqsadim. Bundan pastroq bo'lib qoldi, lekin Xudoga shukr shuni degan. Shu. Siz Islamic Finance universitetida o'qiysiz, to'g'rimi? Kuzatuvchilarga bu qanaqa yo'nalish, o'zi nimalar o'rganiladi? O'zbekistonda bu narsa yangilik hali. Shu haqida ma'lumot bering. Xo'p. Islom moliyasi bo'yicha biz maktab paytida islom moliyasi haqida o'rganishni boshlaganmiz. 2 yil davomida islom moliyasiga kirish degan fanni o'qiganmiz. Bu maktabda 11-sinfda, undan keyin o'zi IT yo'nalishida bo'lganman. Birdaniga islom moliyasiga shift bo'lgan soham. Qiziqib o'rganib ko'rganman islom moliyasi. Umuman maktabdan qiziqishni boshlaganman. Xo'p, islom moliyasi nima? Bizni an'anaviy moliyadan farqli o'laroq islom moliyasi o'sha islomiy qadriyatlarga asoslangan holda demak moliyaviy xizmatlar ko'rsatishni o'z ichiga oladi. Xo'p, yana nima? Islom moliyasi bo'yicha umuman universitetlar qidiradigan bo'lsak, Malayziya birinchi o'rinda turadi. Universitet deysizmi? Islom moliyasi assetlari deydi. Asset nima bo'ladi o'zbekcha? Asset degan narsa bor. Islom moliyasi aktivlari bo'yicha Malayziya birinchi o'rinda turadi. Va universitetlar qidiradigan bo'lsak, birinchi o'rinda INSAFE degan universitet bor, u chiqadi. U lekin faqat magistratura bilan bakalavr emas, magistratura va PhD olishadi.
IUM bo'lsa ikkinchi o'rinda chiqadi. IUM bakalavr ham oladi, magistratura ham PhD ham oladi. Shu bakalavrga kelganmiz. Endi bizni ta'lim tizimimiz qanaqa? Bizga nechtadir talab qo'yilgan, kredit hour degan narsa bor. Kredit sistema O'zbekistonda ham bu narsa joriy qilinyapti. Hop, kurslarimizni tayyor berib qo'yishadi. Bizda tayyor list bor. Shu kurslar olishing kerak deydi, lekin qaysi vaqt olasan, qaysi semestr olasan, qaysi kursda olasan, o'zingga bog'liq. Professor ham o'zingiz tanlaysiz hammasi. O'zingiz talab, o'sha talabga javob beradigan kredit hour yig'adigan bo'lsangiz bo'ldi. Biz avval moliya, an'anaviy moliyaga chuqur fokus qaratiladi. Moliya, iqtisodiyot. Demak, bizda kulliya KNMS bo'lsa, biz ham marketing kursini olamiz, biznes kursini olamiz, management kursini olamiz, accounting degan o'sha buxgalteriya kurslarini olamiz, ekonomika kurslarini olamiz va 2-3 yildan o'zimizni moliya fakultetiga juda ham chuqur kirib, moliya bo'yicha kurslarni olishni boshlaymiz. Ya'ni oxirgi yilda bo'lsa stajirovka bo'ladi. 12 kredit hourli. Demak, 4-yilda o'sha internship degan narsani o'tkazamiz. Malayziyadagi qaysi kompaniyada ishlaymiz. Malaka oshirish. Tushunarli. O'qishdan sal chetlashamiz. Malayziya universiteti haqida gaplashamiz. Malayziyada sizga nima yoqdi, nima yoqmadi? Yoqqan tomoni va Malayziyaning sizga yoqmagan tomoni. Xo'p, yoqmagan tomondan boshlaylik. Birinchi kelganimda havosi yoqmadi, hozir yoqyapti. Hozir ham yoqib yurgan narsasi ovqat. Ovqatda juda ham achchiq. Bilmadim qanaqa deyishadi. Ya'ni bu yoqda ovqat zakaz buyurtma qiladigan bo'lsangiz, achchiq emas ovqat olib kelsangiz, o'sha olib kelgan ovqatni biz O'zbekistondagi eng achchiq ovqat hisoblanadi, desak bo'ladi. Bularda achchiq ovqat, achchiq emas ovqat deb biz uchun achchiq bo'ladi. Hop, yoqadigan narsasi malaylar o'zi yoqdi, juda ham samimiy. Keyin juda ham tarbiyali, kichkinalikdan yaxshi tarbiya qilishadi. Islomiy qadriyatlar haqiqatan ham singan. Shu tarbiyasi yoqdi. Misol uchun bular ustozini ko'rsa qo'lini o'pib qo'yadi, ota-onasini ko'rsa qo'lini o'padi. Umuman chet elliklarga ham yaxshi munosabatda bo'ladi. Lekin biroz yopiqroq. Shu. Ya'ni siz gapirmasangiz, ular birinchi boshlab gapiradi. O'zingiz birinchi qadamni tashlamasangiz, ular umuman gapirmaydi. Juda ham yopiqroq bo'ladi, lekin bir ochilsa yaxshi ochiladi. Universitet haqida gaplashaylik. IUM, ya'ni Islamic University, Malayziya universiteti boshqa universitetlardan nimasidan farq qiladi? Birinchi o'rin muhiti bilan. Muhiti shunday deylik, biz universitet o'zi o'rmonga yaqin joylashgan bo'lsa, universitet hududi juda ham katta. Men o'zi yugurardim universitet hududi bo'ylab. Yarim soatda yugurib chiqardim. Bitta krug, ikkita krug ekan. Demak 15 minutda bitta krug bo'lar ekan. Hop. IUMdagi muhit, ya'ni islomiy muhit, qizlar hijobli, bolalar ham misol uchun har yoqdan kelgan bolalar emas. Gaplashiladigan mavzular ham oldi qochdi mavzular emas. Kerakli o'qish haqida, umuman politika, tarix, har xil, ya'ni kerakli mavzular haqida gaplashiladi. Din haqida. Lekin IUMdan eshikdan tashqariga chiqasiz, muhitni sezasiz, qanchalik o'zgarishini. Tashqariga chiqdingiz, Malayziyadagi o'sha tashqi muhit, umuman yaqinda zakovat bo'lganda APU degan universitetga bordik. APU aytganimdek xususiy va xalqaro universitet bo'lgani uchun ko'pchilik Xitoyda o'qiydi, xalqaro universitetlar ko'p va muhiti anchagina farq qiladi. Ya'ni yevropeyskiroq, to'ppa-to'g'ri. O'zi o'sha zakovatga borganimizda ham ko'rganmiz, muhit qizlar ochiq kiyinishi. O'zingiz ham ko'rgansiz. Menimcha o'qishga chalg'itadi, ya'ni hayot buzilishi. Menimcha eng yaxshi universitetlardan bu IUM deb o'ylayman o'zim. Agar talaba kelgan vaqtda haqiqatan bor fokusini o'qishga qaratadi, ya'ni boshqa keraksiz narsalarga chalg'imaydi. Xuddi shu. Endi darslar haqida, birinchi ta'lim tizimi haqida gaplashaylik. Ya'ni Malayziyadagi ta'lim tizimi bilan O'zbekistondagi ta'lim tizimi farqi nimada? Ya'ni farqini sezdingizmi siz? Boshidan sezdim. Men kelganimda 17 yosh edim. Va do'stim bilan kelganman. Unga 3 yillik viza berishgan, menga 1 yillik berishgan. Sababini so'raganimda, sen 17 yoshsan, hali 18 ga kirmagansan deyishgandi. Va bu yoqqa kelib 2 oydan keyin 18 ga kirdim. Xo'p, bolalar bilan gaplashasiz, malaylar bilan, o'zimman bu universitetda o'qiyotgan bakalavr kursdoshlari bilan aytmoqchi bo'lganim, bizda kursdosh degan narsa yo'q. Bizda har fanda kursdoshlar almashadi. Boshqa fanda umuman boshqa odamlar bo'lsa, keyingi fanda umuman boshqa odamlar bilan. O'sha kursdoshlar bilan gaplashganingizda yoshingizni so'raydi. 18 yoshmi? Hammasi jinni o'q. Qanday 18 yoshdan? Qanaqa universitetda o'qib yursan, bakalavr deyishadi. Nimaga hozir universitet mana bitirdim, maktabga o'z vaqtida chiqqanman, maktab bitirib mana universitetga kelyapman. Ularda
maktabdan keyin, maktab o'zi 12 yillik adashmasam, maktabdan keyin yana diploma degan narsa bor ekan va foundation degan narsa. Diploma oladi yoki foundation'ni o'qib 2 yilmi o'qishadi yana. Bu degani bakalavriyaga kelayotgan malay o'quvchi, Malayziyada o'qigan odam 20-21 yoshlarda bakalavriyaga kiradi endi. Ya'ni Malayziyada eng Ko'proq o'qiyotgan odam. eng yosh talaba 20-21 yosh bo'ladi. Siz kursdoshlaringizga qaraganda eng kichkinasi bo'lgan. Boyagi haqida to'liqroq ma'lumot berib ketaylik. Ya'ni bu yerda nima uchun kursdosh bo'lmaydi? Ya'ni 4 yilgacha O'zbekistonda siz o'qishga kirsangiz bakalavrga 1-kursdan 4-kursgacha bitta kursdoshlar bilan o'qiysiz. Malayziyada esa qanaqa bo'ladi? Malayziyada har xil bo'ladi. Bu sababi bor. Nima sabab desa, Malayziya umuman universitetimizda 40 mingga yaqin o'quvchi o'qiydi. Universitet o'zi menga kerak degan savol bo'lsa, universitet sizga network olib keladi. Tanish bilish qo'pol qo'ygan, tanish bilish. Keyin sizga learning models degan narsa bor. Ya'ni kelajakda yashab qolishingiz uchun trendlar bo'lyapti, yangi narsalar chiqyapti, AI chiqyapti. Shu narsalarni o'rganish, shu narsalar qolib ketmasligi uchun sizga learning models degan, ya'ni miyangizga frameworklar qilib beradi. Xo'p, bunga qaytamiz. Aynan o'sha o'quvchilar nimaga aynan har fanda har xil o'quvchilar bilan birga bo'ladi desa, buning sababi networking. Ya'ni har bitta 4 yil davomida bir xil o'quvchilar bilan kursdosh bo'lib, faqat ular bilan yurmaysiz. Siz yangi o'quvchilar bilan tanishasiz. O'zingizni communication skilllaringizni yaxshilaysiz. Misol uchun, men nechta tojik o'quvchilar bilan tanishdim, qozoqlar bilan tanishdim, malaylar, amerikanslar, o'sha Amerikadan keladigan o'quvchilarim bor. Ya'ni har xil bangladeshliklar bor, hindlar bor. Bu menimcha foydali. Aytganimdek, o'sha credit hour sistemasi bunga ta'sir qilgan. Ya'ni credit hour o'zim 1-semestr bo'lsam, xohlagan kursimni tanlayman, do'stim xohlagan kursini tanlaydi. Va uni kursi bilan meni kursim to'g'ri kelmasligi mumkin. U bilan birga bitta sinfda o'tirmasligimiz mumkin. Boshqalar bilan, ya'ni hamma xohlagan kursini tanlagani uchun hamma har darsda har xil odamlar. Ya'ni har semestrda, har kursda siz har xil talabalar bilan o'qishasiz. Kim berdi? O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabat. Mavzu ham o'qiganimda dars vaqti o'qituvchilar talabalar bilan boshqacha, ya'ni yaqinroq munosabatda bo'ladi. O'zbekistonda bunaqa emas. Men o'zim bakalavr o'qiganman, maktabda o'qiganman. Bilmadim bu qanaqa. Menga boshqacha tuyuldi. Ya'ni yaqinroqda, ya'ni O'zbekistonda aytadi-ku, o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasida masofa bo'ladi, desa, bu yerda yaqinroq bo'ladi. Sizga eng yoqtirgan o'qituvchingiz haqida, misol uchun, eng yoqtirgan kursingiz haqida gapirib bering. Hop. O'zi o'sha o'qituvchilar masalasiga kelgan bo'lsa, o'qituvchilar haqiqatan juda ham yaqin. Bizda misol uchun shu paytgacha 11 ta kurs oldim. Hozir yana 7 ta kurs olyapman bu semestrga. Shu 11 ta kursimda har bitta fan ustozi bizni, ya'ni section degan narsalar bor. O'zini bitta guruhini ovqatlanishga taklif qilgan. O'sha kurs oxirida imtihonlarni bitiringlar, o'tiramiz, ovqatlanamiz, men sizlarga ovqat olib beraman deb shuni taklif qilishgan. Men buni ko'rib hayron qolganman. Qanchalik ustoz bilan birga o'tirishimiz mumkin. Keyin ustozlar o'zlari taklif qilishadi, meni oldimga kelaring, savol so'ramasdan jam, ya'ni over communication, over silent degan narsa bor. Ya'ni ko'proq gaplashlaring, jam o'tirmalang degan narsani ilgari surishadi. Shu ustozlar juda ham ochiq ko'ngil, juda ham mehribon va qo'ldan kelgancha hammasiga yordam berishadi. Savolingiz nima? Yoqtirgan o'qituvchingiz, yoqtirgan faningiz, kursingiz. Yoqtirgan kursim Islamic Finance, Introduction to Islamic Finance degan kurs o'qiganman va ustoz menga juda ham vaqt qo'ygan. Va bu yil ham, xudo xolasa, agar vaqt topa olsam, ustozning kursiga yana kiraman. Cheklov yo'q, ya'ni xohlagan faningizga kiraverasiz. Sizga baho qo'yilmasligi mumkin. Siz vazifani qilmasligingiz mumkin, lekin darsdan kirib, zavq olib chiqib ketishingiz mumkin. Ya'ni bilim olsangiz bo'ladi. Bilim olsangiz bo'ladi. Uncha registratsiya qilsangiz. Registratsiya qilish shart emas. Mening maqsadim kirib ustozlikka o'rganish. Shunaqangi ustozlarki, ular qoidalar aniq, kirgandan keyin telefonni yig'ishtiradi. Bolalar diqqati doimiy fokusda bo'ladi va har kirganda oldingi mavzuni test qilishadi. Kichkina savol javob qilib, qiziqadi. Bolalar uyg'onadi o'sha payt. Aynan shu ustoz haqida gapiryapti, doktor Fazila. Va dars o'tganda ular faqat nazariya emas, ba'zilar og'zaki monolog o'qiydi. U ustoz unaqa emas. Videolar qo'yib bir narsalar tushuntirib beradi, haqiqiy amaliyotda qanaqa bo'lishini ko'rsatib beradi. Keyin doskaga katta diagrammalar chizadi, mind map chizadi. Bu qiziqarli, interaktiv deydi. Interaktiv o'qitish usuliga ega ajoyib, ya'ni professor. Shulardan o'rganmoqchiman, dars o'tish qanaqa bo'lishini. Ya'ni boyagi o'qituvchi mavzusiga qaytadigan bo'lsa, bizda ham shunaqa bo'lgan. Ya'ni bitta fanimiz tugagandan keyin imtihon tugadi. Imtihon tugagandan keyin o'qituvchimiz hamma bolalarni yig'dida pizza zakaz qildi o'zining hisobidan. Ya'ni
o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi yaqinlik kuchayadi ekan, ya'ni ancha yaqinroq bo'ladi. Ya'ni talaba nimadir so'ramoqchi bo'lsa, ustozdan bemalol so'ra oladi. Ya'ni masofa bo'lmasligi bu menga Ya'ni yoqdi. O'zbekistonda to'g'risi bilmayman qanaqa universitetlar, lekin biz maktabda ham juda ham yaxshi edi. Lekin bu yoqda men professorman, men aytganim bo'lishi kerak, men gapirmasliklaring kerak, past bo'lishlari kerak degan narsa yo'qda. Ustoz bilan teng, o'z bo'ylari ham teng, kichkina bo'laman deydi. Endi kursdoshlaringiz haqida, bu Xalqaro islom universiteti, albatta dunyoning har xil mamlakatlaridan talabalar o'qiydi. Yaqin kursdoshlaringiz, misol uchun, qaysi davlatlardan, ko'proq qaysi millatdagi vakil bilan do'stlaringiz bor? Birinchi o'rinda o'zbeklar bilan ko'p gaplashaman. O'zbeklar yaxshi. O'zbeklar community. Keyin xitoylik o'rtoqlarim ko'p. Xo'p, yana bangladeshlik o'rtoqlarim bor, turkiyalik o'rtoqlarim bor. Asosan shular bilan aloqa qilaman va malay o'rtoqlarim ham bor, lekin ular bilan kam aloqada bo'lamiz, chunki ular malaylar qattiq o'qiydi haqiqatdan. Misol uchun chet ellik talabalar ozgina yursa, misol uchun malaylarni ko'rib boshqa qilib yursa, lekin malaylar hech balkim yuradi, aylanib boshqa narsa qilib hangout deydi, ya'ni hangout qiladi. Bilmadim, lekin malaylar faqat o'qiydi. O'sha malay o'rtoqlarimni ko'rsam, o'qib o'tirgan bo'ladi. Salomlashamiz, nima gap, yaxshimi o'qishda, gaplashgan o'qishlar. Qanaqa bo'lyapti, baholar nima bo'lyapti, qanaqa kurs olding bo'ldi. Shu. Lekin yaxshi. Bu yoqqa kelib, men ko'p narsani o'rgandim, ya'ni o'zimning tilim haqida o'rgandim, o'zbek tili, o'zbeklar bilan gaplashganimda, misol uchun Xorazmlik akamiz bor, Andijonliklar bor. Ya'ni har bitta viloyat o'zining shevasi, sevani o'rgandim. Qozog'istondan akamiz bordi. Qozoqlar qanchalik yaqinligi haqida o'rgandim. Keyin misol uchun boshqurtlik aka bilan tanishib qoldik, Artur aka. Ular bilan gaplashdik. Ular bilan ya'ni tillari juda ham yaqin ekan. O'zim Uyg'ur o'rtog'im bor aytgancha, Uyg'ur. Juda ham mazza qilaman gaplashsam. Uyg'urlar haqida, o'zimning tarix haqida. Shu menga yoqadi. IOMdagi tanishlarim, o'rtoqlarim, kursdoshlarim. Endi biz hozir Malayziyada o'qib yuribmiz. O'zbeklar haqida gaplashaylik. Malayziyadagi o'zbeklar, ya'ni o'zbek studentlar. Qanaqa fikrdasiz? Ya'ni bu savolni berishdan oldin yana bitta ma'lumot aytaman. Qozoqlar, o'zim darsdan boshqa vaqtlar xabaringiz bor, turistlar bilan ishlayman. Bir-biriga podдержкасы juda ham kuchli. O'zbeklarda ham shu narsa bormi? Ya'ni boshqa talabalardan, ya'ni boshqa millat vakillariga qaragan o'zbeklar nimasini ajralib turadi? Xo'p. Shu bitta akam bor edi. Bas u akamga akasi aytgan ekan, agar Malayziyada qiynalib qolishni xohlamasang, keyinchalik pand yeb qo'yishni xohlamasang, o'zbeklar bilan juda yaqin bo'lib ketma degan ekan. Shunday. Bu siz aka aytgan. Hop. Haqiqatan, misol uchun bizda o'zbek community bor, 2000 tadan oshiq o'zbek yashaydi. Doimiy borib kelib yursa ham, lekin yashaydi Malayziyada. Ko'pchiligi ishlaydigan, o'sha IT sohasida ishlaydigan odamlar. Gruppada misol uchun dollar bor, ba'zida ringgit kerak. Menda dollar bor, ringgit kerak deyshadi. Misol uchun kartasiga ringgit tashib bergan bo'lsangiz, siz broker tashlaydi, bo'ladi, ya'ni pulga uqatadi. Ya'ni valyuta ayirboshlashda bir-biriga bo'lgan munosabat, aldovlar. Misol uchun siz bir aldanib qoldingizmi? Siz sherigingizni ko'rasiz, mana bu gruppada mashinalar bor. O'zbeklar ularga aralashmadingiz. Ya'ni o'zbeklar bir-biridan xavfsiraydi. Boshqalar bilan xavfsiramaysiz. Xitoylik o'rtoqingiz bo'lsa, bu aldab ketadi degan shubha bo'lmaydi sizda. Lekin o'zbek mashina nimadir niyat bo'ladi deysiz. Men shunaqa bilmadim, lekin balkim bu mendagi aybdir, lekin qanaqadir yangi o'zbek bola kelsanmi, umuman gruppada misol uchun tanishasiz o'zbeklar bilan. Shunda nimadir niyat bo'ladi deysiz. Misol uchun biz uy qidirganimizda ham o'zbeklar chiqqan, faloncha summa masjidda joylashgan deb turib, uyga boray desangiz, pul tashib beraman deydi. Shubhalantirib qo'yadi onam. Nimadir niyat deysiz. Ya'ni qanaqadir yangi o'zbek yoki boshqa begona o'zbeklar bilan birinchi marta tanishayotganingizda o'zingiz qandaydir orqaga tortish, ya'ni shubhalanish. Bu narsa nimadan kelib chiqqan? Bu narsani oldini olish lozim nima deb o'ylaysiz? Ya'ni bir-biriga bo'lgan ishonch yo'q. Xo'p, mening fikrimcha, menimcha bu narsa hammani ayb emas. Yaxshi o'zbeklar ko'p. Xudoga shu yaxshi tanishlarimiz bor, ustozlar bor, katta professorlar, ya'ni o'zbek professorlar biz universitetda dars berishadi. Shu odamlar bor. Xo'p, buni sababi, ya'ni odamlarda o'zbeklarda bir-biriga nisbatan ozgina xavfsirashish borligining sababi, menimcha shu bir ikkita mashininglar debdi. Ya'ni bir ikkita mashininglar tufayli boshqalar ham jabr ko'radi. Ya'ni misol uchun ko'cha-kuyda ko'rganingizda ham o'zbeklar yuzingizga qaraydi, bilasiz, bu ham o'zbek, siz ham o'zbek, lekin indamay o'tib ketadi. Xuddi shu narsa meni yomon jahlim chiqaradi.
odam g'alati bo'ladi. Ya'ni o'zbekni ko'rgan vaqtda, misol uchun biz musofir yurtda yurganimizdan keyin o'zbekni ko'rsangiz, qanaqadir qarindoshingizni ko'rganda xursand bo'lib ketasiz. Chunki mana malaylar orasida yuramiz, afrikaliklar orasida yuramiz, chet ellik talabalar orasida yurgandan keyin o'zbeklarni ko'rsangiz qanday xursand bo'lasiz. Ya'ni siz ular bilan gaplashmoqchi bo'lib, oldiga bormoqchi bo'lsangiz, ular ignor qiladi. Ya'ni indamasdan o'tib ketadi. Mana shu tomoni menga yoqmaydi lekin. Ha. Shu ya'ni chet elda man musofir bo'lgan o'zbek boshqa o'zbeklar qumsiydi. O'zbekcha gaplashishi, o'zbeklarni diydonni qumsiydi. Lekin aynan shunaqa mashinliklar, umuman o'zbeklar bir-birini qo'rqib qolgan shu bir ikkita odamlar tufayli. O'shaning uchun ham misol uchun ko'rganda qanaqadir qo'rquv bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bilmadim. Buni yechimi nima bo'lishi mumkin? Yechimi ko'proq o'tirish kerak, ko'proq bir-biri bilan tanishish kerak. Keyin nima deydi? Borderlarni uzish kerak. Border ochiq-ochiq gaplashish kerak bir-biri bilan. Hech qanaqa narsa yashamaslik kerak, qo'rquv bo'lmaslik kerak. Samimiy deydi, ya'ni samimiyat muhimda. Malayziyadagi IUMdagi hayotni, ya'ni student hayotini bir so'z bilan ta'riflab bering. Xo'p, bir so'z bilan ta'riflash zavq mashaqqat bo'ladi. ikkita so'z bor ekan, zavq mashaqqat. Zavq tarafi ham bor, mashaqqati ham ancha kuchli. Menimcha qiziqroq baribir. Agarda sizga shunaqa vakolat berilganda, IUM rektor bo'lganingizda, talabalar uchun qanaqa imkoniyatni o'zgartirgan bo'lardingiz? Ya'ni nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Hop, to'g'risini aytsam, men yana 3 yil o'qishim bor. 3 yil o'qishni o'ylasam, zerikyapman negadir. Chunki men o'zi kichkinaligimdan shunaqaman, curiosity deydi. Nima deydi? Ko'p narsaga qiziqish borda menda. Ko'p narsaga o'tlab ketib qoladigan odatim bor. Shu aybim, shuni to'g'rilashim kerak. Lekin bitta joyda qotib qolish yoqmaydi menga. Ya'ni bitta joyda qotib qolish yoqmaydi. Menimcha exchange programmlarni ko'paytirardim. Exchange program bor. Juda ham nima deydi? Vague deb yo'qdi. Ya'ni noaniq. Exchange program bormi yo'qmi bilmaysiz, lekin shu narsani joriy qilish kerak. Misol uchun qaysi universitetlar bilan Koreya deysizmi, Indoneziya deysizmi, boshqa davlatda qanaqadir 2 yil bu yoqda, 2 yil yo'qda o'qiydigan qanaqadir programlar bo'ladi. Shu program joriy qilinishi kerak deb o'ylayman. Bola ham chet elga chiqib, ozgina networking his qiladi. Chet elga kelgandan keyin ko'p narsani o'rganar ekansiz, lekin bitta joyda qolib ketish ham zeriktirib qo'yar ekan. Malayziyaga kelishni xohlagan talabalar, umuman Malayziya emas, umuman chet davlatga o'qishga chiqmoqchi bo'lgan talabalar uchun nima maslahat berasiz? Xabaringiz bor, siz bilan ko'p gaplashganmiz, boy konsalting aldov bo'yicha. O'sha haqida ham qisqacha o'zingizni maslahatingizni berib keting. Xo'p. Odam qilgan ishni odam qiladi deydi-yu. Research qilishni o'rganinglar birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda avval til bilish kerak. Tilni bilmasdan kelmanglar, chet elga chiqmanglar. Umuman qiynalasizlar. IELTS 6 bo'lsa ham, 5 bo'lsa ham qolinglar, keyin chet elga chiqinglar. Keyin o'sha ikkinchi narsa research qilishni o'rganinglar. Nimaga? Katta pulga tushmaslik uchun. Nimaga katta pulga tushib qolishingiz mumkin, research qilishni bilmasanglar. Oson yo'lni qidiradi odam. O'zi bir narsa qila olmasa, oson yo'lni qidiradi. Chet elga topshirishim kerak. O'zim topshirib, universitetga topshirishim meni nafsimga yoqmaydi-da. Men osonroq yo'lni qilaman. Osonroq nima qilib beradi? Konsalting qilib beradi, agensiya qilib beradi. Agensiya boradi, $1000, $800 pulini beradi. Ular topshiradi, chala pulcha va ba'zilar aldab ketib qoladi. O'zimiz ham ko'rdik, guvoh bo'ldik, eshitdik. Hozir shu masalada ham yuribmiz. Demak, shunaqa aldovlardan ham o'zini himoya qilish uchun odam research skillini o'rgansin. Ya'ni erinmasdan odam qidirish kerak. O'zi ingliz tilini bilsa, odam qanaqa universitet topshirishi Google'ga how to apply to this university desa, o'zi hamma guideline deydi, bor hammasi. Menimcha bu любой odam bu o'zi topshira oladi universitetga. Unaqa qiyin daraja emas. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, bu qiyin protsess deb o'ylaydi. Men qila olmayman. O'shaning uchun $800-900 evaziga konsalting pul beradi. O'shani aytib ketmoqchimiz. Bu 8 million, 9 million pul berishlaringiz shart emas. Ozroq izlaningsizlar. Chet elda o'qiydigan talabalarda maslahat so'raysizlar. Biz bilan bog'lansin, misol uchun. Malayziyada o'qiydiganlar gaplashamiz. Katta summaga tushib qolmaysizlar. Shu bizning maqsad, ya'ni biz hech qanaqa pul undirmaymiz. Biz yordam berishga harakat qilamiz. Agar haqiqatan ham o'qiydigan talaba keladigan bo'lsa, ishlashga urinmaslar, ishlashga kelmaydi. Malayziyada ishlashga ruxsat yo'q umuman. Talabalar faqat o'qish, ishlayotganingizni tutib olsa ham yomon qiladi. Borib katta jarima. Malayziyaga faqat o'qish uchun kelish kerak, ishlash uchun keladigan talaba bo'lsa, yoki sayohat. Shu odamga yordam berishga hissamizda qo'shishimiz mumkin. Bizga ham yaxshi. Yaxshi, suhbatimiz yakunlasak bo'ladi. Sizga o'xshab yuqori natijaga erishmoqchi bo'lgan talabalar uchun kuchli va qisqa bitta maslahat bering.
yuqori emas-a bu. Ya'ni O'sha aytganimdek, xalqaro universitetda grant yutish darajasigacha birinchi o'rinda meni uyimdagilarda shu prinsip bor. Bolaga chegara qo'yiladi. Ota-onalarga menimcha maslahat, ota-ona bo'lmaganman, lekin ota-onamdan ota-onalarga maslahat. Chegara qo'yish kerak bolaga. Menga misol uchun kichkinaligimdan chegara qo'yishgan, juda kichkinaligimdan, ya'ni maktabga chiqqan paytimdan bolam o'qishga kiryapsan mana, shuncha faloncha pul to'layapmiz, ro'kringga beryapmiz, shuncha beryapmiz va shuncha muddatda qanaqadir natija qilib berishing kerak bizga deyishadi. Menda qanaqa bo'lgan, universitetga kelganimda 1 yillik pulli sponsor topganman. Endi sponsorim to'lab bergan, lekin xarajatlarimga misol uchun oyiga ketishi mumkin, $200, $300 ketishi mumkin, to'lashyapti. Aytishgan, keyingi yil bolam pul to'lamaymiz. O'zing harakatingni qil, o'qishingni yaxshila, grantingni ol deyishgan. 1 yil senga muddat deyishgan. 1 yil muddatda men harakat qildim va qisman natijaga erishdim deb o'ylayman. ya'ni siz o'sha mas'uliyatni his qilgan holda mas'uliyat his o'qigansiz. qilasiz. Ya'ni ba'zi ota-onalar bor o'qishingni o'qi, sen faqat o'qisang bo'ldi deyishadi. Faqat o'qisang bo'ldi, pulni o'zimiz to'laymiz deyishadi. Bolalar nima qiladi? Keladida universitetda bilgan ishini qilib beradi. Men universitet diplomni olsam bo'ldi ekan deydi. Ota-onam pulini berib turibdi. Hech qanaqa mas'uliyat his qilmaydi. Ya'ni majburiyat his qilmaydi. Majburiyatni his qilishga qo'yib berish kerak bolaga. Xuddi shunday maktab paytida ham bo'lgan. Aytdim, xususiy maktabda o'qiganman. Xususiy maktabga grant bermagan boshida, grantga ulgurmaganman to'g'ri. Va ota-onam 3 oylik pulini to'lab bergan, $600 maktabda hisob qiling. Oyiga $600. 3 oy to'lab berishgan, 3 oy muddat deyishgan. Grantini olasan, o'zing maktabingga qaytasan deyishgan. Maktab shunaqa yaxshi qilib qo'yganman. Shuna ustozlar orqasida yurganman, bahoyim yaxshilaganman, borib IELTS olganman, SAT olganman. Keyin grant olganman. O'sha 3 oy berilgan muddatda va'dam ustidan chiqqanman va shu narsa hozir ham davom etyapti. Menimcha shu yaxshi. Shu masalan, Qanchadir muddat berish kerak bolaga. Majburiyat o'zini mas'uliyat ko'rsata olish uchun, to'g'rimi? Ya'ni o'sha natijaga erishish uchun. mas'uliyat his qiladi ozgina. Shu. Rahmat sizga bugun kelgan tashrifingiz uchun, vaqtingizni ajratganingiz uchun. Xudo xohlasa keyingi videolarimizda bu Tohir o'zimda yaqin ukam asosiy Malayziya haqida qanaqadir qiziq nimaga qiziqsalaringiz izohlarda yozib ketingizlar. Malayziya hayotimi, student hayoti, nimalar qiziq bo'lsa, keyingi videolarimizda Tohir bilan birga video chiqarishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Vaqtlaringizga rozi bo'lingizlar. Sog' bo'ling.